Aka nech pul bo'ldi bilib qolaylik. Aka sotdingizmi yo sotiladimi? Assalomu alaykum. Ya qulluq bo'lsin. Nechinchi nech pulga? 24 36 ming yurgan 10700 dollarga baraka. 10700 dollarga 36 ming yurgan 2024 toza. Rahmat, yaxshi kunlarga minsin. Balonlari lekin o'zini balonida ekan. Hurmatli vatandoshlar, barchaga assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa mana 15-avgust. 40 gradus issiqda akalar yana Andijon moshina bozoridan syomkalarimizni boshlayapmiz. Albatta, paddishga qilib turasizlar degan umiddaman, chunki aka bu issiqda bizga syomka qilish oson bo'lmaydi. Hatto mana shapkani qarasangiz, mana aka qo'llab olib yuribmiz, mana shu boshni sug'urib qo'ymasin deb. 100 ur sug'urib qo'yursin aka. Ana endi boshiga yana bitta kelyapti qarang aka. Kobultga 15 million chegirma berildi. Bozorda holat qanaqa deganlarga bugun realni qilib taqdim etamiz. Hoji aka sotdingizmi, oldingizmi? Sotildi. Nechinchi yil nech bilan? Assalomu alaykum. Hormaylar. 20 mexanika. 8250 dollarga kraskasi. Foydalanishga olindi bu. Bo'ldi gapi. Nomer qo'yib yubormaymizmi? Nomerda ayting unda. Bo'ldi gapsiz yo'q. Gap yo'q akalar. Bu sotilar ekan keyin yana xudo xolasa. Nomerini qo'yganda foyda bergan odam olaverardi-da. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, aka mashina olmoqsiz-ku, ziyondan cho'chyapsizmi aka? Bo'lmasam qurilish tugatib qo'yaylik. Aka, zavod egalaridan narxlar yana ham sindi. Ya'ni 720 so'mdan zavoddan berilayotgan narxlar akalar endi bog'da olg'ishlarini 700 so'mdan aka zavodga kelib olib ketishingiz mumkin. Yo'q ekan menga xomg'ish kerak desangiz, aka xomg'ishlarimiz ham bor, ko'rishingiz mumkin. 350 so'mdan kelib olib ketishsiz xudo xolasa. Aka sho'rlamaslik yuqori bo'lgan bog'da olg'ishlari xudo xolasa sanag'iga o'qolanib ketmasligiga javob beriladi. Aka summasini qarang, uyingizga borganda g'ishti ko'rib turib aka pulni sanaverasiz. Ekrandagi nomerga telefon qiling, hoziroq qolgan ma'lumotni o'zidan oling. Qurilish qilayotganlarga sezon tugamasdan narxlar oshib ketmasin desangiz aka, ushbu videorolikimizni podpis qilib qo'ying. Aka, menda texnika yo'q, dastlabkasi qanaqa bo'ladi deyapsizmi aka? Vodiy bo'ylab va Toshkentga doğru dastlabkilari kelishilgan holatda bo'ladi. Ekrandagi nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni mana shu menejer, zavod egasida o'z bilan kelishing. Biz videorolikimizni boshladik. 25 hali ham boshlarganimiz yo'q. Aka, dokumentga gen chiqadimi chiqib? Boringizga shukr. 2000 hurmatli vatandoshlar 2025-yil Style paysada chiqqan 4-paysa Cobalt kraskasi toza 9900 probegda. Bay ukam motorda changi hali zavodskiy changda turibdi deyapman. Uni qarang aka. Haqiqatda. Ma'lariga o'rganib sovor edibdi o'zi buni. Xo'p, motor zashtalariga doğru bor. Mashina benzinda. 2025 aka mana. Avtomobilning holati. Zavodskiy diska, zavodskiy balon va avtomobilning mana salonning holati. 2026-yil hammamizga nasibsin aka, mana shunaqa yangi Cobaltlarni olib minish, niyat qilganlar like bosib qo'yasizlar. Evakor polilarga doğru tashalgan. Xo'p. Va mana ortidan ko'rinishi. Aka, mashina yangi ekan. Buni cho'zish shart emas. Buni asosiysi narxi qiziq. To'g'risida gem beraman deyapsan. 2025 9900 yurgan mana aka. Atverkalariga doğru turibdi. Qozonning holati. Narxini nech pul deysiz? 11,5 ming beramiz. 11500 dollar ukam qilib beramiz deyapti. Ozgina o'tib beralasizmi yo oxirimi u? Sunnatiga mayli kanaldan chiqdi desa o'tib beramiz. Boringizga shukr aka. Agar sunnatiga omadli xariddan desangiz, ozroq o'tib berilar ekan, lekin ukam bo'ladigan narxini qilib aytyapman deyap. Faqat naqdmi? Naqdga. Telefon nomeri 97 581 7007 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Aka, bozoringizni bersin. Omadli xariddan deb qo'yinglar akalar, biz darsda davom etaveramiz. Agar zavoddan olaman demasangiz aka, bozorda qana bo'ladi desangiz aka, sizga dokumentingiz yoningizga qolar ekan. Bunda olib qaraganda 100 dollarga generalni olasiz. Hozir 8 million 800 ming, pashti 9 millionga o'tyaptimi? Hurmatli vatandoshlar, biz davom etaveramiz. 9 million 300 mingmi aka? Boringizga shukr. 300 ming cho'ntagini sotib beramiz. Boringizga shukr. Mana aka, оформление yani. Qarang aka, avtomobil yangi chiqqan, ya'ni 2026 MC Midnight ekonomishniy motor, usulinniy ABS, bu tomonda konditsioner va aka Onyx miyada chiqqan yangi Cobaltlarimizda va akalar koja salonli variantida. Asha 165 millionlik bu. Aka, buni qarang. O'n qarang aka, ponni koja salon, sidinalari qiziydi, rulida cruise control, multisistema, yangi tablo, yangi monitorlarda. Gap yo'q, hammaga nasib qilsin. Odam logiz kelib ketadi. Bunaqasidan ko'rsam, 2026 Cobalt'ning eng fulli, ya'ni salonda eng qimmati.
Dokumentga gen davernis onlayn qilib berilaveradi. Kraskasi toza, 3800 km yurgan. Ana endi aka, undan salondan olganim yaxshi emasmi deydigan bo'lsangiz aka, salondan olgandan bozordan oladigan bo'lsangiz, dokument sizga aka $700 ga o'tkazishni o'rniga aka, $100 ga generalniy qilasiz, $600 bonus. Albatta. Narxini necha pul deysiz o'zi? 12800 kami bor. Borizga shukr. $12800 kami bor. 2026 3800 yurgan MC Midnight koja salonli Cobalt akalar. Faqat naqdmi? Kelishamiz. Na- 8 ming puli borlar ham telefon qilaversin. 7-8 ming puli borga 6 oydan 12 oyga. 6 oydan 12 oyga nasiyaga chiqadi. Faqat Anjommi yo Vodiy bo'ylab. Anjanga Ha, beramiz. Vodiy bo'ylab deydi. Namangan, Farg'onaga ham beraman deyman bunday. Anjanga Nima beramiz. farqi bor? Bitta gaz bilan aqa ham yetib borasiz, ba'da ham bo'lasiz. Bo'p, telefon qilaversin. Borizga aka realni olaman deb telefon olsanchi kelishamiz deyapti. O'zingizda eskiroq mashinangiz bo'lsa, Cobaltmi, Gentrami, Onyx mexanikami aka berib, Cobalt qilmoqchi bo'lsangiz, mana aka bosib o'raverasiz. Telefon nomer 97 97 838 838 0101. 0101 raqamiga murojaat qilasiz. Ismlari Javohirbek. 12 ta viloyatdan borib mashinangizni sotsangiz aka, narxini kelasiz borib olib keladi. Dastlabki ham qilib berilaveradi. Bellora. Like bosishni davom etaveramiz. Xo'p, Cobalt ishqibozlariga davom etaveramiz aka. Qarang, navbatdagi Cobalt 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Shep kraskasi qanaqa buni? Petnosi bor. Dokumentchi. Istagan hujjatingiz bo'ladi. 2023-yil 4-paysa avtomat. Avtomobilda 4-pokoleniya metan uстановка bo'lgan. Bu tomonda ABS, konditsioner, motor ходовой. Motor ходовой aka go'zal-da. Borizga shukr. Bay. Qarang aka, avtomobilda 4 ta 16 Mers diski, archa yumshoq bo'lgan antiradar ham ketadimi u gapiryapsiz? Bo'ldi gap yo'q. Borasiz. Mana aka. 78 ming yurgan 2023. Monitor uстановка bo'lgan, buni narsalar qo'yilgan, antiradarlariga dur bor, sidinasida chexol, ilonim bo'lmagan, evakor tashlangan orqa kapot knopkalari bilan. Yaxshi. Ikkita petno bor deyapti. Orqada Mers fara, Mers diski va ortidan ko'rinishi mana. Va mana bu yondan ham ko'rinishi aka. Mashinaning holati. Mana endi metan gaz va qozonining holati aka. Zapaska diskasi bilan. Shep. Ana endi buni narxi qiziq. Petnosi qayerda edi o'zi? Bagajning usti spoiler. Orqa krilyoda ikkita petno. Xo'p, dokumentga gendaverni chiqadi. Motor ходовой ish yo'q. Zo'r. 2023 4-paysa avtomat 70 Yurganimi? ha 73 ming. 73 ming yurgan. Narxi necha pul? 97 dan tushib beramiz. $9700 kami bor. Faqat naqdmi? Variantdan kelishib olamiz 50% bilan. 50% puli borga nasiya savdoga chiqadi, ya'ni bir 5000 4,5 ming puli bo'lsa, naqd pulga $9700 kami bor. 6 oydan 8 oygacha. 6 oydan 8 oygacha. Telefon nomer 91lik 161 161 161 26 28. 26 28 ushbu nomerga telefon qilib, mana shunaqa avtomat yoki variant yoki naqqa Cobalt olaman deganlar jo'natib qo'ying. Agar o'zingizda eskiroq, yili pastroq Nexus Damas aka Cobalt Gentra bo'lsa ham berib yetmaganini oling. Yetmay qolsa nasiyaga ham kelishaveramiz deya. Telefon nomeri necha edi? 91lik 161 26 28. Raqamlarga telefon qilib omadli xariddan deyish esdan chiqmasin. Ana endi aka bozoringiz bersin. Biz davom etamiz. Xo'p akalar, Cobalt ishqibozlariga davom etaveramiz ekan. Mexanikalardan ko'raylik deganlarga navbatdagi Cobalt 2022-paysa mexanika. Kraskasi qanaqa? Mana shu yerda petnosi. Borizga shukr. Aka ko'ryapsizmi? Bu boshqa joyda yo'q. Tekshirtirib olaveradi. Aka mana shu yerda bor deyapti, boshqa joyda yo'q. Mana aka ichkarida o'z bilinib ham turibdi. Bu tomonda ABS, konditsioner, metan gazlari bor. Xo'p, krilolarda yo'q aka kraska. Motor ходовой qanaqa? Motor ходовойлari zo'r, 2020 gendavernis beriladi. 2-paysa mexanika, avtomobilda 4 ta yumshoq balon, holatlari kuzgadur bemalol xizmatingizni qiladi. 4 ta eshigi shumkalariga dur bo'lgan, yurgani 335 ming probeyda. Mana aka. Salonni ko'ring. Voy, issiqligini qarang. Xo'p, sidinalarda yangi chexol. Bundan tashqari leonim bo'lgan, evakor polik tashalgan. Orqa tomon ochilmadi shekilli. Ha, bo'ldi. Kalt otsamchi? Ha, bo'ldi gap so'z yo'q. Mana aka. Xo'p bo'ladi.
Aka, arqa bagajni ocholmaymiz hozir deyishyapti. Va mana ortidan ko'rinish o'zlaringiz yakka ko'rsatarga. Ha, endi o'zlaringiz kelishaverasizlar. 2020 xudo xolasa mana ko'ryapsizlar holatlarni mexanika. Hop, dokument tomonlama muammo yo'q. 4 teshiklari shumkalariga doğru bo'lgan, motor hadovoy deyish yo'q. Narxini necha pul deymiz buni? Aka narxini o'zi 7,5 ming kami bor deb aytyapmiz. Hop. Boshlab urishlar hozir qilgan bahosi 6800 dollar pul berishni foydalangan olamiz deb. O'g'rizga shukur aka. Biz shu 7000 ni tepasiga yursa sotamiz deb ushlab turibmiz. Akamizni ativetiga ochiq gapirganga akalar respekt, like bosib qo'yasizlar. 71 ga bermadim desa ham misol uchun birov bir nima demasdi. 7500 kam bor ekan, 6800 ga berilmabdi. Endi ag'ini o'zlaring kelishasizlar. Faqat naqdmi? Naqd puli bo'lsa yaxshi, 1-2 ming yetmagan puli bo'lsa nasl savdo qilaveramiz. Boringiz shukur. Telefon nomer. Liboy hujjat bo'ladi. Aha. 97lik 97lik 235 235 37 37 10 ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling va mana shunaqa aka Cobalt mexanika so'raganlarga padilsa qo'rasizlar. Hop, davom etaveramiz akalar. Yana bitta navbatda Cobaltimiz bor. Mexanikadan so'raganlarga 2019-yilda ishlab chiqarilgan hurmatli vatandoshlar, mana holatlarini ko'rishingiz mumkin. Sastena aka, xudo xolasa tiniq. 4-paysa diskalarga zo'r qo'yilgan. Voy, tog'a. Hop, va avtomobilda mana motorning holatini qarang aka. 4-pokoleniya propan, bu tomonda ABS konditsioner, yangi akkumulyatorlarga zo'r qo'yilgan. Xudo xolasa 3 litr kaputlari kulish tegmagan. 2019 2-paysa mexanika. O'zi kraskasi qanaqa shep buni? Kraskasi petnolari bor, ikkita krillosda bir qarishdan. Ikkita krillosda bir qarishdan petnosi bor. Hop, yanachi zavodskiy avtomat diska qo'yilib original yumshoq balon. Qolgan joylari zo'r. Tek chiqaveradi, tekshirtira olaveradi. 145 ming yurgan 2019 2-paysa mexanika. Hop, mana aka avtomobilning holati. Sidinalarimiz, sastenalari. Ilonim bo'lmagan. Ha, ilonim bo'lgan. Hop. Va mana aka ortidan ko'rinishi. 145 ming. Mana aka bu tomonda 65 talik propan gaz. Oba. Mana aka qozonning holati oldin metan qo'yilgan va genemetikasi, zapaskasi, diskasi. Hop, 2019-yil. Hop, kraskasi, petnolari bor. Hop, mexanika 145 ming yurgan. Gendaveni chiqaveradi. Gendaveni chiqaveradi. Hop, narxini necha pul so'rayapsiz buni? Narxini siz obunachilaringizga 8400 deb beramiz. 8400 dollardan o'tib beriladi. 2019 145 ming yurgan. Hop, ikkita kriloda petno. Qolgan joyi toza xudo xolasa tekshirtirib olaveradi. Faqat naqdmi? Naqd agar ozgina yetishmovchiligi bo'lsa, kutib turaveramiz, ustiga pul qo'shmasdan. Xo'p, telefon nomer 93lik 303 1066. raqamiga murojaat qilib, qolgan ma'lumotni o'zida oling va albatta omadli xarid kanalidan deyishim esingizdan chiqmasin.